Tasavvur qiling, siz telefoningizda tushayotgan rasm, video yoki qaysidir ma'lumotlaringizni eski sevgilingiz hozirgacha ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Chunki siz qachonlardir eski sevgilingizga galereyangiz, kontaktlaringiz, lokatsiyangiz yoki zametkalaringizga dostуп berib qo'yib, uni esdan chiqarib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi o'rinda telefondan настройкаga kirib olamiz. Pastroqqa tushsa, konfidensialnosti безопасности degan joy bor. Uning ichidan проверка безопасности degan joy bor. Uning ichidan ikkinchisiga kiramiz va berilgan dostuplar haqida bu yerda aytayapti. Uning ichida masalan xatga kimga, nimaga, ya'ni odamga va unga nima informatsiya dostup berilgani haqida ma'lumot bor ekan. Buni tanlab turib, birinchi knopkaga bossa просто dostupni ko'radi, ikkinchi knopkaga bossa o'chiradi, ya'ni закрыть доступ degan knopka bor. Shu закрыть доступni bosib chiqarib yuborsa bo'ladi. Bunaqa narsadan sizlarda ko'proq bo'lishi ham mumkin. Birinchi qadam bo'ldi deyapti, продолжить bosamiz. Va undan tashqari qaysidir programmalaringizda yana sizga tegishli informatsiyalarni olayotgan dostupi bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha narsalarni chiqaryapti. Va agar bu yerda sizga kerak emas bo'ladigan bo'lsa, uni tanlab turib o'chirsangiz bo'ladi. Agar hammasi kerak emas bo'lsa, eng pastdagi knopkani bosib hammasidan birato'la chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Agar uyatsiz rasm videolaringiz telefoningizda bo'lsa, uni eski sevgilingiz ko'rishini xohlamasangiz, bu narsalarni o'chirib yuring.